Xo'sh, O'zbekistonda ayol hakamlar faoliyati olib borishyaptimi? Bosh hakam bilan maydonga chiqib qanday jarayonlarni amalga oshirdingiz? Bunga aralashmayman. Ayollarga hakamlikni topshirish bu siz uchun nimani anglatadi? Чисто профессиональную работу. Hurmatli tomoshabinlar, biz aynan hozir bar xonasidamiz. Ждем, Doston, не начинай. Bunaqa narsa kutmaganman. Birinchi o'rinda adolat, mas'uliyat va ishonchni anglatadi. O'ylaymizki, bugungi uchrashuv adolatli va halol tarzda o'tdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ekspert loyihasining navbatdagi sonida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Butun dunyoda ayol hakamlar hakamlik faoliyatini davom ettirishmoqda. Shu bilan birga O'zbekistonda ham xuddi ana shunday. Biz ham O'zbekiston Super Ligasining 28-turdan o'rin olgan Surxon hamda Sho'rtan bahsiga tashrif buyurdik va bugun aynan maydon markazidaligimizning sababi ham hakamlarimiz faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Xo'sh, O'zbekistonda ayol hakamlar faoliyati olib borishyaptimi? Ularga yaratilgan imkoniyatlar qanday? Ularning ta'sirotlari, hissiyotlari qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, ekspert loyihasini ushbu sonini diqqat bilan kuzatib boring. Qadrli do'stlar, bugun 28-turning yana bir uchrashuvi Surxon hamda Sho'rtan uchrashuvida O'zbekiston futbol hakamlari markazi ayol hakamlarimiz ushbu mavsumdagi ilk uchrashuvlarni o'tkazishadi. Hakamlarimiz maydonga yetib kelishdi. Beshog'im berishdi. Ularda debyut. Qo'limizdan kelgancha maksimalni zo'r o'tkazib beraylik. O'yindagi momentlar bo'yicha, o'yindan tashqari holatni bilasizlar, o'zlaring qanaqa nima, bunga aralashmayman. Vaziyat bo'ladi, agar himoyachi yarmi pas beradigan bo'lsa, men aytaman, shu o'ynagan. Qolganini hammasini o'zlariga topshiraman. Nigrida turib, varatarga yoki himoyachiga xalaqit beradigan bo'lsa, oldinroq pas qilib beradi. O'tib ketgandan keyin qanday bo'ldi, nima bo'ldi deb hammamiz qidirib qolmaslik uchun aytasizlar, men ham e'tibor qilaman. Mana bu zona sizlarning. Qanaqadir men ochibga qilyapman, yordam bering. Bu tartibot hammamiz sudya. Baran biz ham bir xil sudya. Ayol kishi o'g'il bo'ladigan narsa rasmiy ko'rmayapmanmi? Sizlar ko'ryapsizlar, beringizlar, yordam beringlar. Игрокlar qo'l standartlarda bu yoqqa stenka qo'yilgandan keyin yordam berasizlar. Rezervni agar yaqinroq bo'lsa-da kelasiz, shu o'rinda qolganini o'sha o'yin payti gaplashib aytib ketaveramiz. Lekin mana shu narsaga tayyor bo'linglar. Bugungi Surxon hamda Sho'rtan uchrashuvida ayol hakamimiz qanotda bosh hakam Doston Rahmonovga yordam berib boradilar. Biz aynan Zilola Rahmatovaning oldidamiz. Zilola, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Super Ligasida ilk uchrashuvda ayol hakamlar qanotda faoliyat olib borishadi. Xo'sh, hissiyotlar, ta'sirotlaringiz qanday? Ta'sirotlar zo'r. Birinchi marta Super Ligada qanot yordamchi hakam sifatida o'yinga tayinlab oldim. Bundan xursandman. Harakat qilaman. O'yinga yaxshi yordam berishga. Zilola opa, yana bitta narsa, ayollarga hakamlikni topshirish bu siz uchun nimani anglatadi? Men uchun ishonchni. Rahmat, bugungi uchrashuvda faoliyatingizga omad tilaymiz. Rahmat sizlarga ham. Kristina opa, hozir bosh hakam bilan maydonga chiqib qanday jarayonlarni amalga oshirdingiz? Ой, как сказать, для меня это не первый раз, чтобы выходить в суде, но в официальном матче первый раз. Ну, почувствовала уверенность в себе, что поработать буду на высшем уровне. Qanotda birinchi marta ishlashingiz emas va tabiiyki sizda hayajonlar kam. Bugungi uchrashuvda muxlislarga nimalarni va'da berishingiz mumkin hakam sifatida? Ну, чисто профессиональную работу. Спасибо вам, удачи. Спасибо.
Bugungi uchrashuvda qanotlarda ikki ayol hakamimiz yordam berib borsa, bosh hakamga aynan siz ko'rayotgan VAR xonasida ham Dildora Rustamova VAR hakami sifatida yordam berib boradi. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ayol hakamlarimiz faqatgina bir uchrashuvda faoliyat olib borishmayapti. Olmaliqda OKMK hamda Navbahor o'rtasida, Kristina Sereda Qashqadaryoda, Nasaf hamda Mashal o'rtasidagi uchrashuvda Nasiba Bonu Toshmuhammedovalar VAR hakami sifatida ishlashdi. Bugun yana bir alohida jihat bor. O'zbek futbolida muhim voqeliklardan biri. Bugungi bahsda ayol hakamlar 2025-yilgi mavsum davomida birinchi bor yon chiziq hakamlari sifatida faoliyat olib borishadi. O'z umuman yurtimizda ayollarning har bir sohada rivojlanishi, xalqaro toifada faoliyat olib borish uchun imkoniyatlar yaratilyapti. Ular ham buni o'z navbatida amalga oshirishyapti professional darajada. Sport sohasida, futbolda, hakamlikda ham ayollarimiz katta o'sishga erishdi. Bu mavsumda bir qator xalqaro o'yinlarda ishlandi, FIFA seminarlari tashkil etildi va o'ziga xos maqsadlar mavjud. Bugun ham ular demak muhim o'yinda faoliyat olib borishadi. Omad tilab qolamiz barchaga, jamoalarga va hakamlarga ham. Hakamlar jamoasi. Bosh hakam Dostonbek Rahmonov, Kristina Sereda hamda Zilola Rahmatovalar bugun ish olib borishyapti qanot hakami sifatida. Bu mavsumda birinchi bor. Yana bir bor omad tilaymiz. Zaxira hakami Gulshoda Saidqulova, Varda To'rabek Suyunov, VAR Dildoraxon Rustamova. Qaysidir ma'noda tarixiy kunlardan biri ham. Yaqin kelajakda bosh hakam sifatida ham ayol hakamlar ishlashi kutilyapti. Shu darajaga yetib boryapti hakamlarimiz. Hurmatli tomoshabinlar, biz aynan hozir VAR xonasidamiz va VARda ham hozir ayol hakamimiz faoliyat olib bormoqda. Dildora Rustamova VAR hakami sifatida bugun hakamlarga yordam berib bormoqda. Ждем, Doston, не начинай. Все, Doston davom etaver bo'ldi. Sen ko'rganingda o'z sakraganda salgina kontakt bo'lyapti-da, o'zi yiqilib olyapti. Davom etaver. Uchrashuvning birinchi bo'limi 45-daqiqasiga yetib keldik, qadrli do'stlar. 44:55 bo'lganida zaxira hakami uchrashuvda birinchi bo'limga qancha vaqt qo'shib berilgan ekanligini ko'rsatadi. Ana shu jarayonni tomosha qiling. Hurmatli tomoshabinlar, uchrashuvning birinchi bo'limi o'z nihoyasiga yetdi va hakamlarimizning hozirgi hissiyotlari va ularning holatlari bilan tanishamiz. Zilola opa, birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Kayfiyatlar qanday va bugun birinchi uchrashuvdagi taassurotlar? Taassurot yaxshi harakat qilaman. Hozir birinchi bo'limda qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Rahmat. Biz Surxon Cho'rtan uchrashuvida ishlab borayotgan bosh hakam Doston Rahmonov bilan suhbat quramiz. Doston aka, bugungi uchrashuvda siz ayol hakamlar bilan faoliyat olib boryapsiz va ayol hakamlar bilan ishlash sizda qiyinchilik tug'dirmayapti. Bugungi o'yinda mana ko'rib turibsizlar, bizga ayol hakamlar tayinlangan. Men o'ylashim bo'yicha mana birinchi taym o'tdi, birinchi taymga bolalardan qolishmaydi harakatlari, xudo xolasa ikkinchi taym masafa yaxshi kayfiyatda, yaxshi o'tkazib degan umiddaman. Yaxshi ayol hakamlarimiz ham. Yaxshi. Rahmat. Mana shunaqa do'stlar, ayol hakamlarimiz ham har qanday holatda ham bosh hakamlarga yordam berib borishadi, ularga bab-baravar faoliyat olib borishda yordam berib borishadi. Biz ayni daqiqada avvalda faoliyat olib borayotgan Dildora Rustamovani yonib kelib, ularga yagona savollar so'rayapman. Merhaba, assalomu alaykum. Hormay, charchamayapsizmi? Yaxshi. Birgina savolim bor. Bugungi kunda butun dunyoda ayol hakamlar faoliyat olib boryapti va O'zbekistonda ham bu anchagina katta hajmda ishlar amalga oshiryapti. Bugun biz sizni avval hakam sifatida ko'ryapmiz. Dildora opa, aytingchi, ayollar uchun hakamlik bu nimani anglatadi? Biz ayol hakamlar uchun hakamlik birinchi o'rinda adolat, mas'uliyat va ishonchni anglatadi. Ayni damda sovuq bo'lishiga qaramasdan Gulshoda Saidqulova o'z faoliyatini olib boryaptilar. Hozir ularni biroz savolga tutamiz. Gulshoda opa, sovuq bo'lishiga qaramasdan faoliyatni davom ettiryapsizlar. Kayfiyatli yaxshi. Kayfiyat zo'r.
Bugun O'zbekiston Super Ligasining 2025-yilgi mavsumida ayol hakamlarimiz ushbu mavsumdagi ilk uchrashuvlarni o'tkazdi va bu bilan O'zbekiston futbol hakamligida ayol hakamlarimizning o'rni ham tobora mustahkamlanib borayotganini ko'rsatib berishdi. O'ylaymizki, bugungi uchrashuv adolatli va halol tarzda o'tdi. Keling, hakamlarimizning fikriga qiziqib ko'ramiz. Zilola opa, Kristina opa, Doston aka, umuman bugungi hakamlik o'zbek futbolidagi hakamlikka qanday nom qoldiradi deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi ayollar hakam bo'yicha aytadigan ayollar hakamlarimiz ancha hakamlik bo'yicha rivojlanib bormoqda. Mana bugun bizga ishonib ayol hakamlarimizga Superligadan o'yin berishdi. Ishonchda oqlashga harakat qildik. Kelajakda ham o'ylaymiz ayol hakamlarimiz ham Superligalarda erkak hakamlar bilan tengma-teng ishlaydi degan niyatdan. Rahmat. Doston aka, bugungi uchrashuvda mana uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Hamma xotirjam, hammasi yaxshi, adolatli o'tdi. Keling, ayol hakamlar bilan yana ishlashda davom etish qanday qulayliklar tug'dirishi xususida. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bugungi o'yinda mana ayol hakamlar tayinlangan. O'yin payti bular qo'llaridan kelgancha yordam berishdi, harakat qilishdi. Men xursandman. To'g'risi bunaqa narsa kutmagandim. Kerak bo'lsa, hakamlarimizdan joyi kelganda yaxshi yordam berishdi. Vaziyatlarga o'zlarining fikrlarini bemalol qo'rqmay aytib bera olishdi o'yin payti. Yaxshi. Umid qilamizki, o'zbek futbolidagi hakamlik ham, ayollarning hakamligi ham tobora kuchayib boraveradi. Dunyo futbolida siz ayol hakamlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zbek futbolida ham mana shunday qahramon ayollarimizni ko'rib borasiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ekspert loyihasini kuzatishda davom eting. Biz sizlarga eng yaxshilarini ulashda davom etamiz.